Pochkani sotdingmi Albertjon? Qayerdan bildingiz? Mana ikkovi pochkadan kamay yurmaydi, ukajonim beriki. Mana qaranglar. Ko'rsatdilar, hech pulni olinglar buni. Bizaga Albertning pullari qiziq emas. Biz uni o'zini yaxshi ko'ramiz. Stop. Chota berib gap pulga ketmayapti vallahi. Ha. Albertjon, to'g'risini ayt. Bu shalpan quloqlaring bilan qanday mana ekan seni yaxshi ko'rib qolishi mumkin? Yo'q, a? Yo'q. Yo'q, aytasan. Yo'q, mana quloqingni yurib olaman aytib qo'yasan. Maqsad nima qizlar, maqsad? Bizga men maqsadmiz. Xohlaysam shu bemaqsadlaringizda $100 investitsiya kirgizaman.